500 kilometr yuradigan bu A7'imizda 800-900 kilometr yuradigan qilib berdik. Qanday deysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. O'zidagi 8 ta 200 talikdan 4 tasini olib bu tomonga qo'ydik va o'zini bo'shagan joyiga 4 ta 200 talik qo'shib berdik. Avval 500 kilometr yurgan bo'lsa, endi 800-900 kilometr bemalol yuradi deya olamiz. Tush holatga bitta baho berasiz. Lentalari, tagidagi rezinkalari va o'rtadagilari hammasini ideal holatda qilib berdik. Zapravkalarda qiynalmasliklari uchun ikkala tomonga ham, ya'ni o'zida zavodskoy bu tomonda bo'ladi, ikkinchi tomoniga chiroyli holatda zapravkani qo'shib berdik. Endi xohlagan joyidan bemalol zapravkaga kirib ketsalar bo'ladi. Turish holatiga bitta baho berasiz. Uchrasiniga ham ideal holatda, ya'ni bitta odamniki, sababi ishonganliklari uchun olib keldi. Ko'ngildagilarni qilib berdik. Xudo solsa, agar sizga ham xuddi shunaqa sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, balon qo'shish, 100% metan uстановка qildirish, hammasini aka sizni ko'nglingizdagidek qilib beramiz. Xohlagan joydan narxni so'rang, eng arzon narxlarda qilib beramiz. O'sha eng arzon ko'rgan narxingizdan ham arzon qilib berish variantimiz bor. Arzon bo'ldi, sifatsiz bo'ldi degani emas, ideal holatda, sifatli holatda uстановка qilib beramiz. Bemalol pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'zingizni qiziqtirgan savollarni bersangiz bo'ladi.